Egizak farzand ko'pchilik ayollarimizni, ba'zi erkaklarimizni ham orzusi. Ko'p ayollardan eshitganman, egizak farzandli bo'lishni xohlayman deyishadi. Ba'zi birlar hisoblatishadi, ba'zi birlar avlodda bor egizak farzandli bo'lishgan. Shaxsan o'zim ham egizak farzand ko'rgim keladi. Endi bunaqa holatda masalan avlodda bo'lmasa, hisoblab to'g'ri chiqmasa, nima qilsa bo'ladi? Egizak farzand ko'ra olmaydimi? Albatta yo'q. Bizda hozirgi kunda meditsina rivojlanib, eko amaliyotida ham agar ayol o'sha egizak farzandni ko'tarishga ko'zimiz yetsa, matkasini holati yaxshi bo'ladigan bo'lsa, egizak farzand qo'yib bera olamiz. Xohlasa qiz bo'lsin, xohlasa o'g'il bo'lsin. Xudo xohlasa shu yangi 2025-yilda kim shu farzand niyat qilgan bo'lsa yoki egizak farzand niyat qilgan bo'lsa, barchaning oilasida shunaqangi shirin kulgular eshitilishida tilakdoshiman.